Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Teplus jamoasi Sharxonga katyolarimizni dastafiya qilishni boshladik. 3 ta katyolimiz ketyapti. Ikkitasi bitta odamga, 15 kilovatlik boshqasiga. 15 kilovatlik katyolimiz Nijniy Garena, bu 20 kilovatlik. Mana 10 kilovatlik katyolimiz. Uchovini Sharxonga dastafiya qilib beryapmiz. Komplektida katyolni o'zi, alyuminiy mana ventilyatori, miyasi va bunaqa tozalaydiganlarni beramiz. Baquvvat tozalaydiganlari hammasi beriladi. Komplektdan tashqari dimoxodlar qo'shimcha zakaz qilishgan. 15 kilovatlik katyolimizga 5 ta dimoxod, nержавейка 0,5 mm lik sendvich dimoxodlarimiz. Bularga 10 kilovatlikka joylari balandroq ekan shekilli 8 ta bundan 20 kilovatligimizga 6 ta zakaz qilishgan. Mana kabellarning montajlariga qaranglar, ham cho'tki bo'lgan, hamma yo'g'i akkuratniy, hammasi izolyatsiyalar qilingan, temir ishlanayotgan joylari. Ventilyatorlar ko'ryapsizlar, yangi ventilyatorlarimiz o'ta baquvvat, zaslonkalari mana zavodskoy, qo'shimcha yana zaslonkalari mana cho'tki ishlangan. Hozir yopiq turibdi, nimaga qarab turib, o'tga qarab turib o'zlaring ligirovka qilib olasizlar. Mana unisini qatirsa, уже mana to'xtaydi. Bunisi mana 10 kilovatlik katyolimiz. Cho'tki ham yo'q. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.